his qiladi. Eng kuchli o'yinchi. Boom! Va keyin birdan o'sha yerda paydo bo'ladi. Ko'k zindon. Play Marketdagi Anibla.uz ilovasi uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Anibla studiyasi. Tarjimon Dado. Keyingi qismlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Ko'k zindon. Qo'shimcha time. Onang va men futbol haqida ko'p narsani bilmaymiz. Lekin sen assotsiatsiya tanlab olgandan juda ham xursandman. Shunaqa. O'zi bolaligingdan beri futbolni doimo yaxshi o'ynagansan. Menimcha, Sen hatto Santa Clausdan Rojdestvo uchun jahon kubogini so'raganding. Orzuing doimo dunyoni eng zo'r hujumchisi bo'lish edi. bo'ldi, oy bas qiling. Meni uyaltirasiz. Futbol boshlansa, seni televizordan ajratib olish iloji bo'lmasdi. Kanalni almashtirsak birdan dod solib yig'lab borarding. Yo, otajon, iltimos. Ha, shunaqa. Yig'lash to'xtatganingdan keyin uxlab qolarding. Uyg'onganingda esa hech nimani eslay olmasding. Va yana har doim uy vazifasini qilishni unutib qo'yarding. Shuning uchun baholaring unchalik yaxshi emasdi, to'g'rimi? Ha. Seni tanlashgani sana omading. Yo'ichi. Shunaqa. Shoshmanglar. Meni maqtab endi yomonlayapsizlarmi?